Yana bir noyob taqdir va noyob qahramon. Mana birinchi kelib joylashgan joyi mana shunaqa tashlandiq joy edi. Shu yerda chaylam bo'lgan. Naq 6 voyaga yetmagan bolasi bilan ayolni ko'chaga chiqarib qo'yish va ilojsizlikdan ular o'sha yo'lning chetida chayla qurib yashashiga majbur bo'lishiga qanday jim qarab turish mumkin? Chayla ham bo'lganda 4 ta yog'och, ustiga palatka. Hattoki shu xalq qabulxonasiga borganda ham ustimdan kulishdi. Bo'ldi, MCSga aytamiz, bitta palatkasini beradi, yashayverasan bemalol degan. Men ishonganman. Haqiqatan MCS bitta palatkasini bersa, men mazza qilib yashayman deb o'ylaganman o'shanda. Tasavvur qilyapsizmi? 6 farzand, shulardan biri chaqaloq, qolgani ham tabiiyki voyaga yetmagan go'daklar. 6 ta bolachangiz bilan bir uyga sig'maysiz-da. U yordam so'rab borganida tashkilotlar unga zirabcha deya laqab qo'yishadi. Yordam so'rab chiqqanimda, ayniqsa bolalar nafaqasi tugab qolganda yordam berishmadi-ku, lekin orqamdan zirabchaga o'xshab yana keldi deyishadi. Men eshitdim shu. Lekin o'shanda aytadim, hali zirabcha qanaqa bo'lsa men ko'rsataman sizlarga derdim. Mana shu nom bilan u tadbirkorlik ishini boshlaydi va shu yerda yo'l yoqasida chayla qurib, kichkinagina qo'ldan qurgan parnikchamizda gul ekaman, bozorga olib chiqaman. Oradan 5 yil o'tib, ana shu yo'l chetini bu ayol shunday obod etadiki, chaylasidan gulzor va mevazor qad ko'taradi. Qizim, hali mana shu raislar ertaga meni fuqarom deb talashadigan darajada zo'r odam bo'lasan, yig'lama qizim deganda, Prezidentimiz tarafidan u faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Real taqdir, real hayot va real motivatsiya, tabiiyki, real suhbat, albatta, Sayyod kanalida. Komil, o'sha chaylada yashayotgan paytingiz bolalaringizdan qo'rqmaganmisiz? Qo'rqaman. Yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Uxlashga qo'rqardim. Qaysi biridir yo'qolib qoladi. Komila, assalomu alaykum yana bir marta. Sizni ko'rganimdan va tanishganimdan xursandman. Bizning ofisimizga kelganingiz uchun rahmat. Siz bilan tanishganimdagi voqeani keyin bir qisqacha aytib berdingiz. Men shundan rostdan ham ta'sirlandim va shunaqa qahramonlarimizni ham motivatsiya uchun, ham hozirgi kunda ayollar uchun boshqacha bir yondashuv, ularni qo'llab-quvvatlash, gender tengligi bo'layotgani uchun sizni qahramon sifatida suhbatga chorlashishga jazm qildim. Jizzaxda tug'ilib o'sgansiz? Zominlikman. Zominliksiz. Lekin avvalambor taklif qilganingiz uchun juda ham katta rahmat. Xursand bo'ldim. Ko'rardim nimalaringizni, YouTube'da. Endi men ko'p telefon ko'rishga vaqtim bo'lmaydi, televizor umuman ko'rmayman, lekin nima qilganda videolarda sizni videongiz chiqardi. Ko'rsatuvlaringiz juda ham chiroyli bo'ladi-da, qandaydir hayotiy nima deydi, ortiqcha bezaksiz nima bo'ladi-da. O'shaning uchun zo'ravor mana shu kishi ham ko'rsatuvni deb nima qilib qo'yardim. Lekin taklif qilganingiz uchun xursand bo'ldim. Bunday qaradim. Shu kishi yo'q dedim, o'zi ana Sayyod degansiz, keyin ras Telegramga kirib rasmlaringizni ko'rdim. Ha, qatdan shu kishi ekan deb xursand bo'ldim. Komila, mana bugun havas qilsa arzigulik shaxsga aylangansiz-da. Rahmat. Biznesmensiz, tadbirkor, biznesmen. Bundan necha yil avval shu narsa haqida o'ylasam tasavvurimga kirmagan bo'lardi deb ayta olasiz? 5 yil avval. 5 yil avval. 5 yil avval. 5 yil avval men o'zim bunaqa tasavvur qilmaganman. O'zi oilangiz qanaqa? Ota-onangiz, opa, aka, singillaringiz nechtasizlar oilada? Qanaqa kim bo'lib ishlashadi? Onam borlar hozir, dadam vafot etgan. Shu onam yolg'iz o'zi hammamizni o'qitgan. Bitta ukam, ikkita singlim bor. Ular hammasi o'qib, ular sport sohasidan ketdi, ikkita singlim sportchi. O'zi aslida oilada men orzu qildim sportchi bo'lishni, lekin men hamshira bo'lganman. Ukam temir yo'llar institutini tugatgan. Ikkita singlim sportchi bo'lib, hozir trener bo'lib ishlaydi o'zimizda. Zarbdor tumanida. Hozirgi kunda Zarbdor tumanida yashayman. Zomin tumanida tug'ilganman. Sportchi qaysi yo'nalishda bo'lmoqchi bo'lgansiz, qiziqish? Taekvondoga qiziqardim. Lekin shu armon bo'lib qoldi, lekin hali ham qiziqaman. Hozir farzandlarim trenirovkaga boradi-da, hazil orasida aytib qo'yaman. Trenerlaringdan so'ranglarchi, meni ham olarmikan? Uchinchi qilib desam, "Ha, chaqirdi, aya keling" deydi. Keyin, "Yo'q, mayli, boraveringlar, baribir xursandman." Hozir farzandlarim sport sohasida, katta qizim qo'l jangidan MMA'dan O'zbekiston chempioni. Xursandman. To'ychiboyeva Malakxon. Malakxon? Malakxon. Farishta.
Qolgan farzandlarim ham shaxmat sohasidan ham, kurashdan, boksga qatnashadi. Ular sportda yaxshi ketyaptilar. Xursandman. Nimaga aynan shu sport yo'nalishiga berdingiz, boshqa yo'nalishlarga emas? Mendagi qiziqish kuchli bo'lgani uchun ularga ham o'tganmi deb o'ylayman. Men xohlayman ularda, yo'q, ingliz tili kursiga boringlar yo boshqa kurslarga, matematika kurslariga ham ko'p taklif qilsam, ular asosan sportni tanlashadi. Lekin ingliz tili kursiga boradiganimiz ham bor, ingliz tiliga qiziqadiganimiz ham bor. 6 nafar farzandim bor, 3 ta o'g'il, 3 ta qiz. 7 ta emasmi? 6 ta? 7 ta, bittasi nima? Xo'p, 7 ta aytaylik, mayli. Mayli, ungacha kelamiz hali, qarang. Hamshira bu qanday mana sportga qiziqyapsiz? Qanaqa hamshira bo'lib qoldingiz unda? Shunga to'g'ri kelib qoldi-da o'qishimiz. O'qishingiz. Sharoit shunga to'g'ri kelib qoldi. Endi qishloq joy, biz shaharga chiqmaganmiz, bir bor hujjat topshirish degan joyda tibbiyot hamshiralik ishiga nima bo'ldi? Uydagilar bitta hamshira kerak o'zimizga deb, onam ko'p kasal bo'lganliklari uchun ham doktor bo'lishimizni orzu qiluvdi, lekin vrach bo'la olmadim. Keyin hozir onamga aytaman, vrach bo'lmasam ham xafa emasmisiz desam, yo'q deydi. Va institutga kira olmaganman-da. Tibbiyot kollejini tugatdim, hamshiraman, lekin vrach bo'lish uchun institutga kira olmaganman. O'shanga nimalardir qolib ketgan. Shifokor bo'lsangiz ham qaysi yo'nalishda bo'lgan bo'lardingiz? Xirurg. Qiziqardim, xirurgiya kitoblarni ko'p o'qirdim, faqat ozroq nima bu, kamroq o'qiganmanmi, tibbiyot sohasiga kira olmadim, lekin hamshira bo'lib qoldim. Xudo xolasa endi farzandlarim vrach bo'lishadi. Yo'q, yoshimni aytishni xohlamayman. Lekin yoshimni aytsam, nima deb his qilaman o'zimni. Ko'p shu yoshga kelib qo'ydim, ko'p umrim o'tib ketdi, men o'sha hali ko'p narsaga erisha olmadim deb ichimda bir nima yonadi-da, o'shaning uchun ko'p yoshimni eslashni xohlamayman. Shunda ham hali hech narsaga erisha olmadim deb o'ylaysizmi hozirgi? Albatta. Ko'pchilik sizni yoshingiz tugur, umuman respublika miqyosida bunaqa mukofot, bunaqa prezidentdan mukofot olganlar yo'q. Men kechroq qildim deb o'ylayman. Baribir kechroq deb o'ylaysiz. Ko'proq umrim o'tib ketdi. Ko'p nima deydi, qiynalgan paytlarim, bekorchi emasman. Prosta nimadir ish qilsam ham o'xshamay yurgan paytlarim ko'p vaqt yo'qotib qo'yganman-da. O'shanda aytardim, men hali bu yo'qotgan vaqtim uchun qayerdadir jazosini olaman shuni. Hattoki o'qishga bir kitob olishga ham sharoit bo'lmagan-da. Hozir kitobim ko'p, o'qishga vaqt yo'q. Mashinamga ham solib yuraman bittasini, qayerdadir to'xtasam yo birovni kutsam, o'sha 2 varaq bo'lsa ham o'qib olay shu kitobni. Shoshaman. Qiyinchilik davrlari bu o'sha turmushga chiqquningizgacha shu ota-onangizni qaramog'ida yashayotgan paytlaringizga to'g'ri keladimi? Yo'q. Keyinroqqa. Demak, siz institutga topshirdingiz, hali turmushga chiqmadingiz, bitirdingiz. Keyin turmushga chiqdingizmi shunda? Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz? Turmush o'rtog'im bilan paxtaga terimga chiqqanimizda o'shanda tanishganmiz. Keyin turmush o'rtog'im haqida gaplashmaylik. Yo'q, shaxs sifatida qiziq emas, o'zi shunchaki farzandlarim ko'rib xafa bo'lishini xohlamayman. Ularni dadasi bo'ldi. Men bolalarim otasini yomon deyishga ham haqqim yo'q. Yo, bir nima deyishga ham haqqim yo'q. U bolalarimning otasi bo'ldi. Hech qanday aytmayman. Yo'q, endi otasi sifatida hurmat qilaman. Yo'q, to'g'ri. Yo'q, ajrashdim degani birga yashaysizlarmi demak? Yo'q, birga yashamaymiz. Shunchaki birga yashamaysiz, lekin bolalaringizni ajrim ham qilmaganmiz. Shuning uchun bolalarimizning kelajagi uchun ham shunday yashashga majburmiz. Birinchi farzandingiz 2019-yil. O'g'il, qiz? O'g'il. Ismi nima? Po'latjon. Sportsmen yo'qmi? Shaxmatchi. Ko'proq jismoniy kuchi yetmagani uchun o'sha shaxmat sohasini tanladi. U aqlliroq ichimizda. O'shanga ko'proq ishonaman. Bilim tomondan aqlliroq boshqalarga qaraganda. Hamma so'ragan maktab faningizdan ham nimalardan ham bemalol javob bera oladi. Farzandlarim ichida aqlliroq deb o'ylayman shuni. Hammasi ham yaxshi, lekin nega 7 ta va 6 ta dedingiz? Bitta vasiylikka olgan bolacham bor edi. Uni qachon olgansiz? Uni onasiga yana qaytarib berganmiz. U o'zimizga qarindosh bo'lgani uchun, u ko'pincha bolalarim ichida yurgani uchun uni o'zim bolam deb hisoblayman. U ham o'g'il bola, 4 ta o'g'il, 3 ta qiz deb aytardik, lekin o'zimda dokumentarniy bolalarim 6 ta. Qaysi davrda olgansiz uni?
o'sha 1 yil bo'ldi onasi bilan birga yashash boshladilar. Onasi просто qiyinchilikka uchrab qolgani uchun otasi nima bo'lib qoldi, olamdan o'tib qoldi. Keyin boyagi onasi qiynalib qolganda bola biz bilan yashadi ancha vaqt. 6 ta farzand dunyoga keldi. Bu degani ancha turmush birga qurdingiz. Mayli aytish xohlamaysiz nima uchun birga yashamayapmiz deganingizni, lekin og'ir damlaringizni aynan shu davrga tushunishim bo'yicha va bu nima bilan bog'liq edi? Mayli kimnidir ayblashni xohlamasangiz ham. U nima bilan yetishmovchilikmi? Nima deydi? Hayotimizni to'g'ri reja qila olmagandirmiz. Balkim qaynonam orzu qilgan kelin bo'la olmagandirman. O'shaning uchun men borgan joy meni qabul qilishmagan. Yaxshi kelin bo'la olmaganman deb o'ylayman. Lekin 6 ta farzand tuqquncha ham bu narsa o'zgarmaganmi? Yo'q. 6 ta farzandli bo'lgancha ham o'zgarmadi, lekin qaynonam oxirgi payt nima deydi? Yaxshi kelishdik, ko'p xabar oldim, qaynonam bilan yaxshi bo'ldik. Lekin oilamiz tiklanmadi. Ungacha nima bo'ldik-da. 2018-yil xo'jayinim ketgan bo'lsa, qo'limda eng kichkina farzandim 2018-yil chaqaloq edi. Necha oylik? 3 oylik. Qanaqa qilibsiz? Endi hozir nimanidir bekitishga harakat qilganingiz bilan bu internet olamida ham bor ekan bu voqeangiz, o'qidim. Buni bekitib birinchidan yashirib bo'lmaydigan narsa. Ikkinchidan ko'pchilik уже biladi. Bu yog'iga faqat siz oldin ketgan saringiz o'tmishdan nechog'lik biz xohlamaylik, lekin o'sha bizning darsimizda baribir. O'sha bizga kuch beradi, biz o'tganmiz shundan. Lekin menga 6 ta bola bilan qanaqa qilib siz ko'chada qoldingiz, shuni tushunmayman. O'sha kitobni yopishga harakat qilamiz. Mayli, men nima qilmayman, bu meni o'tmishim, bu meni tarixim, lekin farzandlarim bizni dadamiz shunaqamidi degan nimada yashashni xohlamayman-da, o'zlariga siqilib. Ular ko'rib, bilib ko'rmaganmi? Ko'rgan, bilgan, lekin shu narsani baribir aytgim kelmaydi. Chunki xo'p, o'sha payt mayli, ko'chada qoldingiz, mayli. Hozir boshqalar qayerga qaradi? Otangiz, onangiz, dadam vafot etgan edi, onam yonimda qoldi. Ukam kichkina edi, singillarim kichkina. Endi hozir ham ular endi ular ham yaxshi odam bo'lib, nima deydi, o'qishni bitirdi, ishga joylashdi. Oilaning eng kattasi men bo'lganim uchun hech kimga og'irlik tushmasligi uchun mana shunday bo'lib qoldim-da. Nima bo'ldi? Mana xo'p, siz ko'chada qoldingiz. Hech qayerga bormayapsiz. Mayli, shu joydan boshlaylik, nima bo'lganini? Shu qoldik, pasobiya olardik, nima deydi, bolalar nafaqasini olardim. O'sha 200 ming chiqardi. O'sha 200 mingni kvarplataga berardik-da, o'sha ikki kvartirada yashardik bolalarim bilan. Shu borsam, bolalar nafaqasi chiqmadi senga debdi. Nimaga desam, sen o'zing borgan qishloqda yashamarkansan, u yerdan chiqqaning uchun Короче, qaynonamlar bu yerda biz bilan yashamaydi, nafaqani o'chiramiz degan mazmunda tilxat yaxshilab dokument qilib berdi. O'shani asos qilib, nafaqamni o'chirib tashlagan. Shu uyga keldim, yig'lashni foydasi yo'q. Kvartiraning pulini bera olmadim, keyin kvartiradan chiqarib olgan. Haqi bormi keyin shunda ukamnikiga borish noqulay, uni o'zini bolachalari bor. Men nima deydi, 6 ta bolachangiz bilan bir uyga sig'maysiz-da, xohlasangiz ham sig'maysiz. Men ukangiz yaxshi bo'lgan bilan ana bolalari bilan bolalarim urushib qolishi mumkin. Lekin urushmagan, hozir ham ukam keladi, bolalarim nimadir yeb o'tirgan bo'lsa, ukam bolalari kelsa, shuna yarmini bo'lib beradi-da, shunaqa bir-biriga anaqa inoq. Xursand bo'laman shuni ko'rib. Iloji yo'q, keyin yo'lda yoqasiga chayla qurib o'sha yerda qolishga majbur bo'lganman. O'sha 6 ta bola bilan bu kunlar rosa og'ir, o'sha 5 yil bo'lgan bo'lsa, kimdir 5 yildan keyin sen shunaqa odam bo'lasan desa, xo'p dedim, lekin ishonmaganman. Lekin qattiq harakat qilib, shu yaxshi kunlar keladi deb kim bo'lsa aytardi, lekin hali sen yaxshi bo'lib ketasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi degan o'sha gaplardan motivatsiya olib keyin onam to'xtama, davay harakat qil, bo'ldi, endi hech qayerga qarama, orqaga umuman yo'l yo'q, oldiga qarab harakat qilish kerak degan uchun shu oldinga qarab harakat qilganmiz. Bolalarim bilan birga kun-tun mehnat qildik, daraxt ekdik, gul ekdik. Vaqt kelsa kechasi uxlamas edim.
kuni bilan bozorda tursam, kechasi bilan gul ekardim. Ertalab yana bozorga. Haftalab uxlamagan paytlarim bo'lgan ekan. Necha yil u yerda shunaqa? U yerda 6 oy yashadik. Ha, 6 oy. 6 oy yashadik, keyin to'polon bo'lib ketdi. Shunaqa men bir marta chiqqanman, viloyat xalq qabulxonasiga Tohiraxonush bo'lardi. U kishi hozir shaharga kelgan, Jizzax shahriga. O'sha kishining oldiga uyim yo'q deb mana yig'lab borganimda, u kishi raislarni chaqirdi o'sha payti. Seni tumaningda, seni hududingda yashaydi ekan dedi. Bittasi men hududimda yashasa ham meni fuqarom emas, propiskasi menda emas, yig'ib ketsin kerak bo'lsa deb raislar shunaqa tortishgan payti Tohiraxonush yoshlari katta, ulug' odamda. Bunday qarab, qizim hali mana shu raislar ertaga meni fuqarom deb talashadigan darajada zo'r odam bo'lasan, yig'lama qizim deganda, ularga indamadi, raislar indamay chiqib ketdi. Senga ham bir nima deydi, Xudoning yaxshi kunlari bor, senga ham yig'lama qizim dedi. Keyin hech narsa o'xshamadi deb qaytib kelganman. Qaytib kelgandan keyin shu yerda yo'l yoqasida chaylar qurib, kichkinagina qo'ldan qurgan parnikchamizda gul ekaman, bozorga olib chiqaman. Ha, darrov parnikam qurdingiz o'shanda. Nimadir qilishim kerak-ku, bozorga Hamshiralik ishlamayaptimi siz o'sha payt? U oylikka hech narsa bermaydi. Lekin ishlayapsiz ham. Ishlayapman, ishlayapman. 3 oylik chaqalog'im bilan больницада ishlayman. Menga bitta Ligota tomoni o'sha yosh bolasi borlarga yarim soat nimada har 6 soatdami yarim soat chaqaloqni emizib kelishga ruxsat berardi. O'shanda kelib, chaqalog'imga qarab ketib. Chaqaloq kim qaragan o'sha payt? Onam. Onam men bilan yonimda qoldi. Onam qaradi. O'sha qiyin kunimda onam yonimda turdi. O'sha chaylalarda onam men bilan birga yashagan. Kelib qarab ketardim. Keyin o'sha kichkinagina Qaysi oilada bu? Endi uzr, mavsum menga qiziqdi, qish emasmi? Yo'q, yozida. Yozida. May oyidan chiqqan ekanmiz o'sha chaylaga. Biz noyabr, dekabrlarda kimdir uyiga yana ko'chib o'tdik. Ungacha u orada tumanimiz hokimi, xotin-qizlar qo'mitalari kelib xabar olib boshladi. Endi nima deydi, hech kimni boshiga solmasin bu narsani. O'sha ahvolimda hozir tasavvur qilsam, o'zim ham qo'rqaman. Kelibdi-da, hokimimiz, qizim nima bunaqa o'tiribsan, nima bo'layapti o'zi deb aytibdi. Yig'layotibman, men shunaqa bo'lib qoldim, noiloj mana shu yerda yashashga majburman, iltimos siz ham meni bu yerdan haydamang dedi. Yo'q, seni haydamayman dedi. Nima qilyapsan? Kichkina parnikchamga egilib kirib ko'rdi-da boya hokimimiz. Kirib ko'rdi. Shu darajada kichkina ekanda, boya o'zim kichkina nima qilganim uchun kirib chiqib bilmaganman, lekin hokim bobamiz kirganda sal xijolat bo'ldim. Lekin ko'rdi-da, gul ekish qo'ldan kelar ekan, nima yordam beray dedi. Ayt, nima so'raysan mendan? So'ra debdi-da. Kreditga mana shu yerda bitta issiqxona qurib bering bo'ldi, men o'zim eplab ketaman bu yog'ini dedim. Keyin qo'lini chayqadi-da, bankda bolalarni chaqirib, kredit beramizmi dedi. Ha, beramiz. 10 million xotin-qizlarga eng kam foizli kredit bor edi, foizli kredit. O'shandan 10 million pul chiqarib berishdi, bitta issiqxona qurib berishdi. Keyin tumanimiz xotin-qizlar bo'limi raisiga aytdi, siz qanday yordam qilasiz dedi apaga. Keyin apa qaradi-da, hozir dedi subsidiyaga shunaqa qiynalgan ayollarga uy beramiz dedi. 2 xonali uy ajratamiz bu qizga dedi. Ishonmayman-da, o'shanda ham ishonmayman. Xo'p deyman, xursand bo'laman. Yig'layman, ishonmayman, lekin o'sha rost ekan. Tog' hujjatlarimni berganimda ham ishonmaganman. Keyin kalitni olib uyga kirgan paytim ishondim. Bir yil kutishga majbur bo'ldik. 1 yilda uyimiz bitdi-da, keyin o'sha yoqqa uyga ko'chganmiz. Lekin boyagi chayla qurgan joyim tashlandiq bir ana joy edi. Birovning hovlisiga ham bormaganman. Yo'lda chekkasi shag'al tashlandiq joy edi. O'sha yerdan chayla qurgan bo'lsam, o'sha yerga daraxt ekdik, o'sha yerga issiqxona qurdik. Hozir o'sha joyimizda 3 ta issiqxona bor, katta bog' bo'lgan. Hali borsangiz yana ko'rsataman. Gullar ko'p. Mana birinchi kelib joylashgan joyim mana shunaqa tashlandiq joy edi. Shu yerda chaylam bo'lgan. Keyin o'shanaqa joyda mana shunaqa qilib daraxtzor qildik. Hozir endi yo'l tushayotgani uchun ko'cha sal tartib nima bo'lib turibdi. Bular hammasi boshqatdan qilinadi. Ustalar kelgan. Mana shu joy meniki. Remont qilyapti. Mana daroshka qurilyapti. Daroshkadan keyin joy bizniki. Gullar, qushlar, shu yoqdagi bog'. Shu bog' meniki.
Orqasi katta bog'. Turlarni ko'paytirdik, tarmoqni kengaytirdik. Begons yetishtiramiz, parranda yetishtiryapmiz. Gullarni turini ko'paytirdik, ko'chatchilik qo'shdim. Mevali, manzarali daraxt ko'chatlar ekamiz. Odamlarni uyga landshaft qilib beryapmiz. Ishchilar olganman hozirgi kunda. Xudoga shukr, mana 5 yil ichida hammasi yaxshi. Hokim kelib birinchi navbatda uy berish o'rniga 6 ta bola bilan issiqxona qurib berish qaysi biri muhim prioritet? Oldin uy emasmi bu sharoitda o't qoldirib ketgandan ko'ra? Lekin men o'ylayman, hokim bobo meni irodamni sinab ko'rdimi deb o'ylayman-da shuni. 6 ta bola bilan sinash, qanaqa qilib sinash mumkin bu yerda irodani? Men aytmadim o'shanda ham, uy bering menga. Uysiz qoldim aytdim. Yo'q, menga o'sha issiqxona qurib bering, menga ish bering, men Yo, sizni tushundim endi. To'g'ri, o'zi rost mana qiynalgan, rost mana o'zi muhtoj odam so'ra olmaydi o'zi deyshadi-yu. Ya ko'rib turibdi, 6 ta bola bilan bilmadim. Birinchi oldin uy qilib berib, keyin issiqxona qurib bergan bo'lardim. Yo'q. Uyni o'sha joyda berdi, o'sha boya surpriz bilan o'zlari kelgan ekan, faqat meni sinab ko'rganda endi qani bir yil kutsin yana. So'raydimi? Yo'q. So'raydimi, yo'qmi degan. Keyin yo'q, menga asosan ish kerak edi. Ishingiz bo'lsa, kuningiz ko'rib keta olasizda. Bunaqasini deydiganlardan xudo asrasin, mayli, bu meni fikrim. Qayerdan shu fikr kelgan? Mana hamshirasiz. O'shanaqa qiyin ahvolga tushdim. Nimaga aynan shu gul ekish, nega bozorga chiqish, yoki qanaqadir bir boshqa ishni tanlashmas? Ayollarga birinchi kiradigan narsa borib farroshlik qilaman deydi. Choyxonada ishlayman deydi. Choyxona, yoki bo'lmasa o'sha aytganimdek bozorga chiqish o'rniga shu fikr kelganda qayerdan? Bunga bitta farishta sabab bo'lgan. Shaharga bozorga tushganmanda qanday aytganman bir odamga men dardimni aytyapman-da. Endi bir nimadadir o'tirib qoldikda bir yosh katta odam, "Ha, nima bunaqa yig'lab yuribsan, nima bunaqa" deganda men aytganman, shu 6 ta bolacham bor, nima ish qilishni bilmayman, nima ish qilsam ham o'xshamadi. Men bozorni oldin yaxshi ko'rdim. Yaxshilab ko'rganman bozorni. Qulupnay olib, bir damazlab qulupnay olganman-da, 1 kilo ham sota olmay yaxshigina bankrot bo'lganman. Pomidorlar 3 kun pomidor yig'ib ketganman-da, bir damas qilib 1 kilo ham sota olmagan joylarim bo'lgan. O'sha paytlar, o'shani orqasidan ancha joyga kirib ketganman-da, men o'sha bozorda ko'rganman. Keyin shunaqa o'sha odamga aytganman dardimni. Shuni aytgan, "Qizim, shu gul olib, gulchilikni ko'paytirib, gulchilik qilib, gul sotsang bo'lmaydimi? Shuni orqasidan ham yaxshi daromad olasan" degan. Keyin u kishi rosa tushuntirdi. Ko'p gul haqida gapirdi, tushuntirdi. Men qarasam yoshlari katta odam. "Xo'p" dedim. "Adresingizni bering, uyingizga borib gullaringizni ko'raman." Ana amakiga shunday darajada mehr bilan kuyib-pishib tushuntiryaptiki, "Xo'p" deb uni gapini e'tiborsiz qoldirgim kelmadi-da. Adresini oldimda uyiga bordim. Uyiga borsam ikkita issiqxonasi to'g'ri gul. Oddiy, men gul ko'paytirishni bolaligimdan bilaman. Faqat gul sotish hayolimga kelmagan ekan, gul ko'paytirish hayolimga kelmagan ekan. Keyin uyga borsam, oddiy qalamcha qilyapti, gulni ko'paytiryapti, suvga solyapti, ildiz chiqargan gulni yaxshigina narxga sotyapti. Keyin ko'rsatdi, olib kirib ko'rsatdi. Xullas, qo'limdan yetaklagan o'sha ustozim Odil bobo bo'ladi, ismlari, shaharda yashaydi. Nima hayotda qiynalgan paytlarim ham yoki hozir ham nima maslahat kerak bo'lsa, oldilariga darrov boraman. "Ustoz, yordam bering, maslahat bering, nima qilay, ayting." Ustozim to'g'ri maslahat beradi. O'shanda ustozim xafa bo'lmasin deb 1 yashik gul oldimda, bozorga olib chiqib sotdim. Bitta bozorga olib borganimda ko'pchilik ustimdan kuldi. Gul sotar ekanmi? Gulni ham sotadimi hech zamonda deb bitta bozorda kulgan bo'lsa. Tuveda gulmi shunda? Tuveda gulchalar. Ismi, nomi nima? Kitayskiy roza bor edi, begoniya bor edi, giran, shunaqa gulchalar olganman-da 1 yashik. Lekin hozir zirapcha degan gul chiqarasizmi? Shunaqa deb o'qidim. Yo'q, zirapcha gul emas bu, tikoncha degan. Uni tarixini keyin aytib beraman. O'sha bobo xafa bo'lmasin deganman-da, 1 yashik gul pulim yo'q, 70 ming pulim bor yonimda. O'shanga 1 yashikgina gul oldim-da, shu bozorlarga chiqdim. Bir bozorda xafa qilishgan bo'lsa, bu boshqa bozorda, "Voy, buncha zo'r, yana olib keling" deb gulni talab olib qo'yishgan. Keyin yana borganman, "Odil bobo, endi ko'proq bering qilib, shunaqa qilib kengaytirib, keyin gul asosan oladigan joylarda o'rgatdi, tuvak sotadigan joylarda o'g'itlarini qanday qo'shish, hammasini o'rgatib, shu sohada men mana shunday gulchi bo'lishimga o'sha ustozim sababchi deb o'ylayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim qachon bo'lsa ham kenang bilan duoda bo'ladi-da.
qizim omon bo'lgin deb uyimizga ham ko'p kelib duo qilib ketadi. Xursand bo'laman men. Nega zirapcha? Umrlari uzoq bo'lsin. Zirapcha degani bu ko'p joyga bormadim, lekin o'zimiz hokimiyatga berga chiqqanimda, shu yordam so'rab chiqqanimda, ayniqsa bolalar nafaqasi tugab qolganda prokuraturalarga ko'p joyga yordam so'rab borganimda yordam berishmadi-ku, lekin orqamdan ana zirapchaga o'xshab yana keldi deyishardi. Men eshitardim shu gapni. Lekin o'shanda aytardim, hali zirapcha qanaqa bo'lsa men ko'rsataman sizlarga derdim. O'sha nima deydi, shunchalik odamlar ko'ziga yomon ko'ringan bo'lsam kerak o'shanda zirapcha deganda men. O'shaning uchun ataylab zirapcha qo'ydim. O'sha zirapcha qanaqa bo'lishini ko'rsatish uchun emas, yo'q, mayli, men yomon bo'lishni xohlamayman. Qorni to'q, qorni och tushunmaydi deyshadi-yu. Shunday. Men nima deydi? Qolib ketdi, mana shu yerimda o'sha zirapcha qolib ketgan. Va shunaqa deb nomladingiz. Shunaqa deb nomladim. O'sha bilan o'zimni ovutaman endi o'sha. To'g'ri, zirapcha emasman, lekin o'sha kunlarim esimdan chiqmaydi. Shunaqa. Lekin bu o'sha sharoitga tushib qolishimga birovni ayblamayman. Avvalambor odamni o'zida. Men boyamni bilmaganman-da, o'sha 200 ming nafaqani olib kvartira berib yuraverganman bemalol. Bir kun nafaqa to'xtab qolsa nima bo'lishini tasavvur qilmagan ekanman. O'sha nafaqam uzildi, meni ko'zim ochildi. Men ishladim, chiqdim, mehnat qildim, bir joyda yorib chiqdim. 6 ta bolasi bor odamga qaraladi-da. Yo'q, endi hozir bir xillar nafaqam chiqmayapti desa aytaman-da, yo'q, chiqmagani bu yaxshilikka. Sen yaxshilikka burda, davay boshqa ish qil. Nafaqaga qaramay, boshqa ish qilamiz deb ko'p ayollarga ham borib mana shunaqa motivatsiya beraman. Endi bir xil biz yig'ilishlarga chaqiradi-da. Ayollar bilan bog'liq yig'ilishlarga chaqirsa, o'shanda ko'p oilalarda janjal bo'ladi, yetishmovchilikdan yoki mana pulim uzilib qoldi, menga bu oy nafaqa chiqmadi yoki moddiy yordam. Men aytaman-da, unga qaramanglar. O'zlaring nimadir mehnat qilib, harakat qilinglar, o'shandan oshig'ini olasizlar. U bergan pul bilan qotib qolamiz-da biz. Mayli, endi u nima deydi, qiynalgan odamga yordam. Men nafaqa pulini olayotganlarga qarshi emasman. Men o'sha o'zim olmay qiynaldim, lekin bir joydan chiqdim. Harakat qilish kerak, chiqib ketish kerak-da. Xullas shu vaziyatdan chiqib ketish kerak. Shu narsa abadiy emas. Abadiy bolalarimizga nafaqa ola olmaymiz. Harakat qilsa bo'lar ekan. Men keyinchalik o'zimni aybladim. Demak, men harakat qilmasdan o'sha qayerdandir pul keladi, bo'ldi, bu oyda ham anasi naqd deb men bemalol yurganim uchun o'sha ahvolga tushganman deb o'ylayman. Lekin harakat qilish kerak. Komila, menga juda hurmatga sazovor bu narsa. Haligi turmush o'rtog'im, meni bolalarimni otasi baribir gapirishni xohlamayman, lekin menga boshqa taraf qiziqdi. Meni bolalarim hozir qayerda deb o'ylagan odam, masalan, yoki bo'lmasa meni nevaralarim hozir qayerda yashayapti deganlar, nahotki bu nima qilsam bu yerda, mayli hech bo'lmasa davay men bu yerda yashay, meni nevaralarim-ku, kimdir meni bolalarim-ku shu yerda, mayli sen yomonsan, mayli. Bo'lmadimi hech ham shu 6 oy mobaynida meni bolalarim ko'chada ekan, chaylada ekan, nahotki hech kim xabar olmadi? Yo'q, qiynalgan paytingiz hech kimingiz bo'lmaydi. Qiynalgan paytingiz hech kim. Shu darajadami? Qachonki oyoqqa tursangiz, o'shanda hamma bo'ladi. Qiynalgan paytingiz hech kim bo'lmaydi yoningizda. O'zingiz qolasiz. O'shanda o'zingiz o'ylashga vaqtingiz bo'ladi. Qayerdan unda shunchalik hurmat turmush o'rtog'ingizga? Men farzandlarim uchun aytyapman-ku, ular xafa bo'lishini yoki ko'ngli o'sishini xohlamayman. Bizni ular shuni ko'rib o'sha yerda otasi kelmadi-ku, ulardan xabar olmadi-ku. Endi uni o'zlari o'ylaydi. Munosabatligingiz hozir qanaqa ularni? Dadasigami? Endi dadasi telefon qiladi, gaplashadi. Qarshi emasman. Mayli, bu otasi, men ularni otasidan ajratib, yo'q, dadang vaqti kelganda tashlab ketgan, gaplashma demayman. Lekin ular hammasi buni ko'rib turibdi. Nima bo'lganda ham otasi, men aytaman, nima bo'lganda ham otalaring faqat bizni yo'limiz boshqa ekan, bizga nima qilmaysizlar. Bemalol gaplashishlari mumkin deganman. Komila 6 ta farzand tug'ilgungacha chidash kerakmidi o'zi? Boshdan bosh bo'lmagan bo'lsa agar, deyman-da. Agar hozir yo'q desam, ajrimga da'vat qilgan bo'lib qolaman. Ha desam, ayollarni nima deydi, dardga, nima deydi, alamlarga, sitamlarga tishini tishlab yashashga majbur qilayotgandek bo'lib qolaman.
Siz hali ham ajrashmaganmisiz? Yo'q, ajrimimiz yo'q bizda. Endi shunaqa joylar bo'ladi, ajrim qog'ozi kerak emas joylar bor. O'shaning uchun. U turmush qurdimi? Boshqa. Siz ham? Yo'q deb o'ylayman. Yo'q, men qurmadim. Xohlamaysizmi? Endi o'zim nima deydi? Yo'q, xohlamayman. Men siz yoshingizga yetkazib kelmaganida men o'yladimki, hali yoshman, hali turmush qurishim kerak degan ma'nodami desam? Yo'q. Unaqa emas. Lekin xohlamayman. Onangiz yoki farzandlaringiz bu haqida gapirishadimi? Aytishadi. Lekin menga erkinlik ko'proq yoqib qoldi. Buni gashta boshqacha qizlar, ayniqsa sizlar eshitmanglar buni o'chirib tursak ham bo'ladi. Uyga boraman. Choyim, ovqatim tayyor. Yeyman, hech kimga achib bermayman. To'g'ri, onam bilan maslahatlashaman, lekin kallam joyiga qo'yib ishim qil. Bu degani bilan yashasa, nima deydi, achib berish yo maslahat iltimos bu joylarni olmaysizlar. O'ziz gap yo'q, keling mavzuni o'zgartiraylik. Yo'q, endi hammani o'zini taqdiri, o'zini voqeasi-ku, bu bo'lib o'tgan narsalar. Xuddi shunaqa bo'lsin demayapsiz-ku? Shunaqa bo'lsin demayman. Lekin bitta narsaga xursandman. O'zbekistonda ayollar erkaklar bilan teng huquqlimiz, bizni qadrlashadi. Ayniqsa prezidentimiz ayollarga alohida e'tibor, nima deydi, ligotamiz ko'proq xullas. Shunaqa deb men o'zim his qilaman-da. Biron ishni ham qo'rqmay qilaman. Orqamizda prezidentimiz turibdi. Biz ayollarga ligota bor, davay boshlash kerak. Nimanidir boshlash qiyin. Qiyin. Men boshida qo'rqqanman. Shuni qilsam birov urishmasmikan? Mana shu tadbirkorlikni boshlasam, kim nima derkan? Hozir endi qo'rqmay boshlayman. Davay parrandachilik ko'paytirish kerakmi? Olib inkubatorni olib ko'paytiramiz, joyini tayyorlaymiz, chiqaramiz, bozorimiz tayin, anavimiz tayin, klientimiz naqd. Men endi qo'rqmay boshlayman. Uning uchun prezidentimizga alohida rahmat deyman. Hozir o'sha tushunishim bo'yicha chaylarning o'rnida issiqxonangiz bor va o'sha biznesingiz ham o'sha yerda. O'sha joyda. Uyingiz qayerda hozir? Uyim domdan uy olganmiz, lekin o'sha chaylarning o'rnida dala uy qilib, uy qurganmiz, lekin hamma sharoiti bor u yerda. Nimagaki boyagi joyda qolganimiz biz ishlashimizga qulayroq. So'ncha 6 ta bolam, onam vaqtliroq borsam o'zim nima deydi, xohlagan paytim teplitsamga kiraman-da ishlayman. Kechasi 12 mi, 1 mi uyqum qochadi, farqi yo'q shunday boraman-da, svet yoqaman, muzikam qo'yaman. Men ham dam olib, gullarimni ekib chiqaman yo sug'oraman, yo ularni ko'paytiraman. Qaysi muzikani eshitib? Kimni muxlissiz? Sevara Nazarxonni muxlisman. Men ko'proq eshitaman. Boshqacha yo'nalish lekin. Qaysi qo'shiq juda ham yoqadi? Hammasini yaxshi ko'raman, lekin Ulug'imsan vatanimni ko'p eshitaman. Vatanparvar inson ekansiz, juda ham sezilar ekan. Keyin anaqa qo'shiq bor. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Shu birinchi vatanimni qo'yib olaman-da, o'tganidan keyin qolgan qo'shiqlarni borku, mazza qilib, ayniqsa chet el qo'shiqlarini aytgan-ku, inglizcha qo'shiqlar aytgan, mazza qilib eshitib, ular bilan birga qo'shiq aytib ishlash boshqa narsa. Hamma narsa esingizdan chiqarasiz. Hozir farzandlaringiz ham yordam berishadi. Albatta. Hammasi yordam berishadi. Komila mana necha yil o'tdi o'sha ish, shu kichkinagina shu issiqxona shu boshlab, hozir bugungi kungacha necha yil o'tdi oradan? 5 yil o'tdi. Birinchi eng katta yutug'ingiz qaysi paytga to'g'ri keladi? Shu samarasini ko'ra boshlagan paytingiz. Keyin eng katta yutug'imiz deb boshlaylik. O'tgan yili prezidentimiz faol tadbirkor nishoni bilan mukofotladi. O'sha eng katta yutug'imiz hozir. Xursandmiz o'shanga. Men hali endi kichkina tadbirkorman, 5 yil bo'ldi boshlaganimga endigina. Nima deydi? Uni siz oldindan qanaqadir aytishdimi yo kutilmagan bo'ldimi? Yo'q, kutilmagan bo'ldi. Kim birinchi aytdi sizga shuni? Sog'liqni boshlig'i aytdi. Erkin aka degan sog'lig'imiz boshlig'i, tuman sog'liq boshlig'i bor edi. O'sha SMS jo'natibdi. Tabriklayman, shunaqa medal olibsan deb. Qarab, ishonmadim. Yo'q, dedim. Keyin yo'q, matbuotda yozgan-ku, aldamasa kerak dedim. Keyin ertasi kuni o'sha hamma eshitibdi. Keyin o'sha hokimiyatga chaqirib tabriklashdi. Nimalar his qildingiz? Yo'q, uni tasavvur qila olmayman, lekin nima his qilganim nima emas-ku,
uni uyga olib kelib onamga taqib qo'yganimdagi bayram boshqacha bo'lgan. Onam xursand bo'lib ko'zidan yosh to'kib, o'shancha 5 yil qiynalganimizni mevasi bu rohati deb onam boshqacha xursand bo'ldi. Men uni ko'rib motivatsiya olib boshqacha xursand bo'ldim-da, uni ta'riflab bera olmayman. Xursand bo'ldik hammamiz. Dushman taraf ham tabrikladimi? Bilmayman ularni. Dushman taraf bilan yaxshi kelishaman. Yomonlik joyim yo'q. Qaynopacha, qaynsingllarim bilan yaxshi kelishaman. Salomatligim yaxshi, ovsinlarim bilan yaxshimiz. Hozir. To'y marakamizda bir qatnashamiz albatta. O'sha paytlar. No, ozgina uzilib qolish bo'lmasa, hozir yaxshimiz hammasi. Faqat boyagidek xo'jayinim bilan ozroq distansiya saqlaymiz. Bo'ldi shu. Ko'rishganda ham salomatlik bo'ldi. Bolalaringiz yaxshimi? Gaplashavering bo'ldi. Qarang, Komila, mana hozir buni ko'rgan odamlar rosa ko'p savollar yozishadi, bilaman-da. Siz hozir nima deydi? Negativchilar yozsa kerak bilmayman. Yo'q. Juda bir mashhur bo'lasiz deyolmayman, lekin ko'proq tanitadi-da baribir. Intervyu bilasiz o'zingiz. So'rashni boshlashadi. Menga nimaga aytmayapti? Qanaqa qilib shunaqa 6 ta bola bilan hammaga qizuvdik, qanaqa qilib nerealni. Men eng yomon ko'rgan odam baribir o'sha meni bolalarim-ku deyman-da, ko'chada qanaqa qilib tashlab qo'yish mumkin? Nimaiki sabab bu? Ikkiga o'sha negativ deganingizdek, balki o'zida ham ayb bordir. Shu darajagacha borishga va ajrashmaslikka ham degan savol bo'lishi mumkin-ku hozir masalan. Endi hozir uni aytsam, ularni aybini aytib tashlagan bo'laman-da. Unday qilish xohlamadim men. Hali mikrofonni olib qo'ysangiz aytib beraman, lekin kimdir so'rasa aytib berarsiz, lekin buni chiqarish xohlamadim. Xo'p, deylik, aytishadi-yu, qars ikki qo'ldan chiqadi deyshadi. O'zingizda ham ayb bor deb o'ylaysizmi? Menda ham ayb bor. Chunki chiroyli ovqat qila olmayman. Haligacha aybim shu. Hozir qizlarim zo'r ovqat pishirib kelishadi, lekin men o'zim zo'r oshpazman, pazandaman deya olmayman. Shuning uchun bo'lgandir. Men boyagidek pul topishga, ko'chadagi bozorga chiqish, savdo qilishga ko'p e'tibor qaratganim uchun ro'zg'orga ko'p vaqt ajrata olmaganman deb o'ylayman. Siz o'sha payt ham ishlagansiz baribir. Siz shuncha chuqur botqoqqa tushib ketyapmiz, ishlamaymanmi? Ishlayman. Bozorda ham qilmagan ishim qolmadi bozorda. Yo'q, turmush paytida ham davomman. O'sha payt ham ishlagansiz. Oilada hamma ishlarmidi o'zi? Nima ishlardi? Endi ben o'chirib qo'yamiz. Jarohat bo'lmagan. Bo'lgan. Yaxshigina bo'lgan. O'shaning uchun endi nima deydi? Nima qilmaganman? Hamma intervyuni bekitib o'tkazamizmi endi? O'zi harakat qildimi? Endi xatolarni anglab yetyapti, lekin endi nima deydi? Hali ovqatni mazasini bilasiz-ku, yoqmayapti, lekin yeyishga majbur emassiz-ku. Men shunaqa o'ylayman. Yoki o'sha kitobni o'qib bo'lganman, o'sha kitob yana qaytadan o'qisangiz o'zgarib qolmaydi. Oila sizga har xil kitob emas-ku. Yo'q, odam o'zgarishiga men nima yetmaydi, ko'zim yetmaydi. Shuning uchun. Komila, mana qarang, hozir siz ham namuna sifatida kuch, namuna, matonat sifatidagi bir siymosizda, bir qahramonsiz. Boshqa tarafdan esa yakka o'tish bandasiga emas degan narsa ham bor-da. Agar ayollar kuchliligi muqobil ravishda alohida yashash bilan o'lchanadigan bo'lsa ham to'g'ri targ'ibot bo'larmikin deyman. Yo'q. Masalan, aytyapsizmi, yo'q, men o'zim yashaganim yaxshi, turmushga chiqmaganim yaxshi, turmush. Baribir eng kichik farzandingiz hozir necha yosh? 2-sinfga o'tdi. 8 yosh bilan kichkinacha hali.
To'kis oila baribir boshqacha emasmi deyman-da, nima deysiz? To'kis oilani, Tarbiyaga. to'kis oila bo'lishini yaxshi ko'raman, lekin o'sha oilada ota o'rnak bo'lishi kerak, ona o'rnak bo'lishi kerak o'sha oilaga. Nima deydi, ana dadasini bolalarim ko'rishni xohlamayman. Shunaqa. Shu ularni nimasida hozir xo'jayinim uzoqroq joyda ishlaydi, chetda ishlaydi. Bolalar bilan telefonda gaplashadi. Ana kichkina bolalarim dadasini yaxshi inson deb biladi. Bo'ldi, o'sha nimada qolsin, jarohat olmasin qalbi. Yo birimiz yo qizim yoki o'g'lim, dada shunaqa bo'lar ekanda yoki nima deydi? Qizlarga ayniqsa bu yomon ta'sir qiladi. Turmushga chiqishdan qo'rqib qolish yoki nima deydi? Nima holatda, travma holatda jarohat oladi. O'sha narsani xohlamaganim uchun ham balkim ularda aytgandirman, to'g'ri, o'zi nima deydi? Yolg'iz yashash qiyin, oson emas hech kimga. Joyi keladi, men ham juda ham qiynalaman. Lekin boyagi qiyinchilikka qaraganda buni tanlab qo'ya qolaman-da. Bu qiyinchiligim ma'qulroq ekan deb qo'ya qolaman. O'zingizcha Komila kimdan chin dildan uzr so'ragan bo'lardingiz? Onamdan. Men o'sha onam orzu qilgan vrach bo'la olmaganim uchun onamdan uzr so'rayman, chunki yaxshi o'qimagandirmanki, institutga kira olmaganman. Shunda ayb deb bilaman o'zimni. O'qishga imkonimiz bo'lgan, o'yin qaroq bo'lganmizki, boshqa narsalarga chalg'ib, o'ynab yurib, yaxshi o'qimaganman. Tan olaman buni. Shuning uchun onamdan uzr so'rayman, boshqani oldida nima emasman. Uzr so'ramayman. Onangizga sizni kasbiy faoliyatingiz muhim deb o'ylaysizmi? Onam orzu qildi-da, o'shani nima deydi, chiqarib bera olmadim. Lekin endi xafa bo'lmasa kerak, hozirgi nimaga qo'ldan kelguncha yaxshi farzand bo'lishga harakat qilaman. 20 yil orqaga qaytib qolsam nima qilardim degan joylariga ko'p o'ylayman-da. Rostdan ham 20 yil orqaga qaytib qolganimda ko'p ish qilmasdim, ko'p xatoni qaytarmasdim. O'shancha ketgan vaqtimga achinaman. Bir tomondan farzandlarimni o'ylasam, xursand bo'laman, mayli, shuncha ketgan vaqtimga shirindan shakar farzandlarim bor. Ular uchun xursandman, lekin ko'p xatoni qilmasdim-da. Xalqqa chiqib, masalan, ayollarga namuna sifatida gap boshqa, uyi, gapi ko'chaga, ko'chaniki uyga to'g'ri kelmaydi deyishadi-ku. O'zingiz farzandlaringizga nimalar deysiz o'zi? Nima maslahatlar berasiz doim? Eng asosiylar. Bir-birlaring bilan ahil inoq bo'yinglar deyman. Keyin nima bo'lganda ham hammangni qo'lingda hunaring bo'lsin, kasbing boshqa, hunaring boshqa deyman. Shunga ko'proq e'tibor qarataman. Keyin o'zini hurmat qilish haqida ko'p aytaman. O'zingni hurmat qilsalaring, hamma sizlarni hurmat qiladi. Sen o'zingni hurmat qilmasang, hech kim seni hurmat qilmaydi. O'zingni hurmat qilishing birovga qilayotgan muomalangdan. Uni sen desang ham o'zingni qanaqaligini bildirasan, uni siz desang ham o'zingni qanaqaligini bildirasan. Ko'pincha dasturxon boshida o'tirganda mana shu narsa haqida ko'p aytaman bolalarimga. Birinchi navbatda o'zlaring hurmat qilinglar. Bu degani birovni haqorat qilmaysan, birovni xafa qilmaysan, o'shanda sen yaxshi insonsan. Nima deydi? Senlama iloji bo'lsa sizlab gapir. Mana hozir tasavvur qiling, shu sizni ko'rayotgan ayollar, deylik, men misollarni aytaman, sizga bog'lamagan holda chidab yashayotgan ayollar bor hozir deylik. Zo'ravonlikka chidab yashayotgan ayollar bor deylik. Yoki uydagi turmush o'rtog'idan aziyat chekayotgan ayollar bor deylik. Ularga nima maslahat bergan bo'lasiz shu chidamda yashayotganlarga? Tomog'imga nimadir tiqilib qoldi. Ularga qiyin. Eng yomoni o'sha chidab yashash. Hayotingiz yashamaysizda, siz majbur bo'lib tomog'ingizda nimadir turadi, bu yoqqa ham o'tmaydi, bu yoqqa ham o'tmaydi. Chidab yashaysiz. O'sha ayollarga qiyin. Qaysi birdir ayol
qaytib borsam ota-onam yuzini yerga qarataman deydi. Qaysi birdir ayol bolam yetim qolmasin deydi. Lekin biz o'sha ayol umrini shunchaki pervar etdi-da. Hozir zo'ravonlikka qarshi ham nimalar chiqyapti-ku. Baribir bor o'shanaqa ayollar. Tishini tishiga qo'yib, aytsa ham tayoq yeydi, birovga nima deydi, dardini aytish mumkin emas. Men ko'rganman o'shanaqa ayollarni. Bor o'shanaqa ayollar, yo'q demayman. Lekin o'sha ayolda ham yoniga borib, hatto shunday darajadaki bolasini doktorga olib borishga yo ruxsat ham yo'q, yo pul ham yo'q-da. Men qo'liga pul ishlatganmanda qo'lni mahkam siqib, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat bu kunlar ham o'tib ketadi, yig'lama deganman o'sha ayolga. Lekin uyga kelib o'zim yig'laganman o'sha ayolni taqdirini o'ylab, ko'pincha xabar olib qo'ydim, nima qilyapti ekan deb. U ayol ham vaziyatdan chiqib ketdi. Hozir hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Lekin shu ayollarga nima deyman endi? Maslahat berishga ojizman. Chunki o'sha tushgan yukni o'zingiz his qilasiz. Uni birovga tushuntirib berish, o'sha tanangizga singan dardni birovga tushuntirib berish oson emas. U dard sizniki. Boshqa birovning dardini ustini ko'rib, "Yo'q, sen unaqa qil deyishga men aqlim yetmaydi" deb o'ylayman. O'zingizga 5 yil avvalgi o'sha hali turmushda yashayotgan Komilaga nima degan bo'larsiz? Tasavvur qiling, imkoningiz bor. Shunda o'sha o'tmishga qaytib ko'rishib, uchratib qoldingiz o'zingizni o'sha paytda. Nima degan bo'larsiz? Yig'lama derdim. Yig'lama derdim. Yig'lama, sog'lig'ing ketadi. Yig'lama. Yig'laguncha nima qilishni o'yla. Harakat qil, ertaroq oyoqqa tur, kitobingni ertaroq o'qi, ko'zingni kattaroq och degan bo'lardi. O'sha 5 yil avvalgi Komilani ko'rib qolsam, men shunaqa derdim. Qo'ldan mahkam ushlab aytdim. Yig'lama, hammasi yaxshi bo'ladi derdim. Hammasi yaxshi bo'lishiga o'sha joyda uni ishontirib ketardim. U bundan ham tezroq harakat qilardi deb o'ylayman. Men hammasi yaxshi bo'lishiga ishonmay, qo'rqib qilganman-da bunaqa. Yomonda bir o'zingiz bo'lish, orqangizdan bir nima deydi, padishka qiladiganingiz bo'lmasa, onam bor, endi onam yonimda padishka qilib turibdi, lekin baribir biron joyga chiqsangiz, qo'y bu palonchini odami deydi-ku. Shunaqa odamingiz bo'lmasa ham hayotda qiyin, aytadi-ku, yo zaring bo'lsin, yo zo'ring bo'lsin deydi-ku. Ikkalasi bo'lmasa ham umuman qiyin-da. O'shaning uchun o'sha qizni ko'rsam, qo'lda mahkam ushlab, "Davay, bos" derdim. Komila o'sha chaylada yashayotgan paytingiz bolalaringizdan qo'rqmaganmisiz? Qo'rqaman. Yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Uxlashga qo'rqardim. Qaysi biridir yo'qolib qoladi. Men hech halovat bilan uxlamaganman. Hozir endi uxlayman, lekin o'sha payt halovat bilan uxlamaganman. O'sha uxlamaganim uchun ham turib ishimni qilganman. Xotirda yotardim, hech mazza uxlaganimni eslolmayman. Nimadir tiq etsa ham ko'zim ochardim. Shovqin bo'lsa ham o'sha uxlamaganman deb o'ylayman. Xavf ostiga qo'yish ham bor-da baribir. Qanaqa shunga ko'nikkansiz? Men-ku mayli, xo'p, shunaqa hozir majburman, lekin bolalarim bilan boshqa yo'l yo'qmi deyman-da. Topa olmadim boshqa yo'l. Men rosa ijaraga yuzladim, topa olmadim. Ijarachi bir kun o'tmadi, chiqarib qo'ydi. Yo'q. Ijara pulini bermasang chiqib ketasan. Mana hozir bugungi kunda imkoningiz bor. Umuman mutlaqo boshqa yoqqa ko'chirib o'tkazish, boshqa yoqdan qilish. Nima uchun o'sha xotirada baribir qoldingiz? Har kuni baribir eslatadi-ku baribir o'sha yer. O'sha yer eslatadi, lekin o'sha yerga men bog' qilganmiz, o'sha daraxtlar, hamma narsa qadrli biz uchun. Chunki o'shani biz bittadan qilganmiz. O'sha toshni ham birga qo'yganmiz. Hammamizni mehnatimiz singan. Ayniqsa onamning mehnati katta u yerda, kuni tun uxlamasdan daraxtlarni paqirlab tashib suv quyishi o'zi bir nima-da. Yozda uxlamaysiz. Onangizni uyi qayerda edi o'sha payt? Onam ukam bilan turish kerak edi, lekin boynagi men bir o'zim bolachalarim bilan qolganim uchun yonimga kelgan. Hamma shunaqa ish boshlaymiz, gul ekamiz, ona yordam qiling deb chiqqanimdan keyin iloji yo'q olib kelganman onamni. Bir o'zim qo'rqqanman o'sha joyda. Bir o'zim 6 ta bolacha bilan qolib ketishga rostdan qo'rqqanman. Onam olib kelganman. Onam yonimda birga. Shunaqa qilib shu issiqxonaga yetib olguncha qiynalganmiz. Shu bitta issiqxona qurildi. Uyni daraga chiqdi, keyin ko'nglimiz xotirjam bo'lib, keyin ishimizni davom ettirib rivojlantirganmiz.
yon atrofda nimadir kafe, nimadirlar bormidi o'sha? Uylar bor. Uylar bor. Ular tarafdan ham hech qanaqa yordam berish taklifi bo'lmagan. Ular tarafdan qo'shnilarimga bitta narsaga rahmat deyman. O'sha men turgan joyda kelib dokument qilishdi, obodonlashtirish uchun deb menga dokument qilib berishmoqchi bo'ldi-da. Qo'shnilarimdan so'radi, sizlarga bu yer kerak emasmi? Men bunga beraveraylikmi dedi. Yantoqzor shu joy. Qo'shnilarim yo'q, bizga kerak emas dedi. O'shaning uchun ularga rahmat deyman. Ular kerak emas degani uchun o'sha joyni o'zimga berdi. Ham o'sha yerda yashadim, ham o'sha yerda bog' qildim, gul ekdim, bozorga olib chiqib sotdim. Hozir bozorga olib chiqib sotmaymiz, o'sha joyni o'zi bozor. Gul kerakmi, ko'chat kerakmi, parranda kerakmi, o'g'it, tuvak, dorisi kerakmi? Hammasiga kerak. Hammasi shu yerda. Hamma sharoit qilib qo'yganman. Kim nima izlab kelsa, yo'q deb qaytib ketmaslik kerak. Iloji boricha shunday qilganman. Xo'p, men bilmayman, men tasavvur qilmayman. Men mahallamni nariyog'ida kimdir mana shunaqa ko'chada yashayapti, yo'l chetida. Mayli bersa, yoki hokim ham kelib, mayli issiqxona qurib, 6 ta bola bilan yashayapti. Komila, siz mana o'sha payt bor-ku, shunaqa davr bo'ldi-da, hech kim ensasi qotmadi, hamma qarab o'tdi, bo'ldi. Ensasi qochdimi hamma yordam davomi? Yo'q, yordam. 6 ta bola bilan mana shu turibdi, nimadir qilib, meni uyimga kel, men xonam bo'sh. Oyoqqa turolguningcha, nahotki shu yerda katta uylar bor, nechtasida bo'sh xonalari bor. Savob uchun ham, insoniylik uchun ham deyman-da. Qarindoshlar shu qadar yo'qmi? Ona tarafdan, ota tarafdan. Qo'shnilar shu qadar bilmayman, qaysi shu mamlakatda. Lekin shunaqa yashaganman, shunaqa 6 oy o'sha yerda chaylada yashaganman. Kunimda hech qachon esimdan chiqarmayman. Chayla ham bo'lganda 4 ta yog'och, ustiga palatka. Hattoki shu xalq qabulxonasiga borganda ham ustimdan kulishdi. Bo'ldi, MCSga aytamiz, bitta palatkasini beradi, yashayverasan bemalol degan gaplarni ham eshitganman. Men ishonganman. Haqiqatan MCS bitta palatkasini bersa, men mazza qilib yashayman deb o'ylaganman o'shanda. Shu darajada boyagi nima deydi? Chaylamda ahvolidan o'sha palatkani afzal bilgan paytim bo'lgan ekan, hozir eslasam endi. Allohga shukr deyman, mayli. O'sha sinovni berib, shunchalik shu kunlarga yetkazgani uchun Allohga shukr. Shunday bo'lmaganda balki ko'zim ochilmagan bo'larmidi. Tadbirlarga ham ko'p chaqirishyapti, menimcha shu nimadir nimani gapirtirishadi masalan. Qiynalgan, boyagidek yordam puli so'rab, mahallaga janjal qilib chiqqan, portallarga janjal qilib chiqayotgan ayollarga asosan o'rnak, namuna qilib chaqirishadi. Ularga motivatsiya bering deydi. Yo'q, mayli, undan qochmayman. Nabrot aytaman. Nimang bor, hovli? Uying bormi? Ha, uyim bor deydi, lekin yeyishga nonim yo'q. Ha, uying bormi? Hovling bormi? Ha? Ana borsam hovlisiga bir ariq suv oqayotgan bo'ladi. Zilni kamiz keling. Urug' beraman. Zilni ekadida agar sota olmasangiz, o'sha zilni olib keling, o'zim sota olaman sizdan deyman. Keyin shunday qildimki, bog'ni men simdan sota olyapman-da zilni. Ularga beryapman, boyagidek qiziqyapti-da, zilni olib kelib beryapti menga. Bugun beryapti men simdan. Men bozorda tanishim ko'p-ku, berib yuboryapman, ha, sotib yuboringlar. Pulimni qilib bersalaring bo'ldi, prosta ayolga motivatsiya bo'lsin. U ayolda o'sha ertasi kun kallasi ishlaydi. Bozorda 3 ming sotyapti-ku, o'zim sotaman bozorga. U o'sha bozorga chiqib, bozorchi bo'lib, tadbirkor bo'lib, teplitsa qurib, u yo'lini topib ketganda ishda. Limon ko'chat so'rasa, limon ko'chatlar berganman yonimda, masalan, qil, mayli, o'shanga ovunasan ham nimadir qilish kerak-da, boya bekorchilikdan chiqadi hamma narsa. Uyda o'tirib o'tirib, pul kelmayapti, shuncha pulim qoldi, ishlatib bo'lsam, endi nima bo'ladi? Janjal bo'ladi, tem bo'lib, eri ishlamasa uyda, undan u fojia bo'ladi-da, u oilada shunaqa narsa. Pul kelib turish kerak. Boyagidek mehnat qilsa, qiziqib o'shanga, bugun shuncha topdim. Ertasi kuni u menga aytmaydi, u kengroq joyda ag'daradida, kengroq joyga огород qilishga harakat qiladi. O'shani ertaroq bozorga chiqarishga harakat qiladi. O'sha biladi. 3 ming hozir sotyaptimi? Agar ertaroq chiqarsa, o'sha ko'katni bog'ini 5 mingdan sotadi bozorda. O'sha aqli yetadi o'shanga, keyin sekin-sekin harakat qilib ketadi. Boyagidek janjallar ham ancha kamayadi. Ya'ni shunchaki namuna sifatida emas, balki amalida ham yordam beryapsiz. Bor desa, mashina bor-ku, boraman. O'sha chekka qishloqmi, qaysidir savxoz deydi. Boraman o'sha yoki bir xil ayollar chaqiradi. Siz shunaqa bo'psiz, zo'r bo'psiz, kelingman, hovlimni ko'rasizmi yo bir ko'rasizmi, maslahat bering. Qiynaldim, nima qilay? Kelsangiz bir hangama qilamiz, ha, boraman. Qo'lingdan nima keladi? Meni qo'limdan misol uchun tikuvchilik kelmaydi. Men aytaman.
Sen qo'lingda nima keladi? Tikuvchilik keladimi? Tikuvchilik kelsa, tikish qil. Nimaga yetmayapti? Mashina ketmayotgan bo'lsa, so'raymiz, subsidiyaga olsa bo'ladi hozir. Yo kredit qilib olsang bo'ladi. Kreditni olda faqat yeb qo'yma. Kreditini joyiga qaytarda, tikuv ishingni boshlab ket. Bu senga zo'r ideya bo'ladi. deb ularga iloji boricha nima deydi, ko'nglini ko'tarishga harakat qilaman. Sizni namuna sifatida ko'rsatishayotgan ekan. Siz uchun esa namunali ayol kim? Havas qilgan ayolingiz kim? Kimga havas qilaman? Bitta narsa aytaman. Oilasida bolalarini olib, serialni ko'rib o'tirgan ayol eng baxtli ayol deb o'ylayman. Hech narsani o'ylamaydi. Turmush o'rtog'i keladi, uyda hamma narsa bor, bolalari yonida. U mazax serial ko'raydi-da, u baxtli ayol, hech narsa o'ylamaydi bo'ldi. Shuni nima qilaman? Shunaqa ayolga havas qilaman. Shu uyda ham o'tirib bir nonushta qilayotganda yoki televizor uncha ko'rmayman o'zi. Bir ko'rib qolsam, nimadir ish chiqadi yo kimdir chaqirib ketadi yo kimdir aytaman-da, shu ko'rsatuvni ham oxirigacha ko'ra olmayman. Shu serialni ko'rgan ayol baxtli ayol deyman-da, hazillashib naq ketaman. Lekin xursandman, men shunchalik chaqirayotgani uchun, ibrat qilib ko'rsatayotgani uchun, demak, foydaga hammasi. Rahmat Komila. Agar fursatdan foydalanib nimadir gaplaringiz, aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, ayol kishiga har doim qiyin bo'lgan. Lekin biz ayollar bardoshliimiz. Hammasini yengib o'tishga kuchimiz yetadi deb o'ylayman. Albatta, bu yonimizdagi odamlar ham bizga yordam berish kerak. Men eshitib turgan oilalarga mayli meni nima deydi, taqdir yo'limni takrorlamasin, lekin harakat qilsin, izlanganga hamma narsa bor. Imkoniyat ko'p. Biz ayollar matonatlimiz. Bibi xonimda avlodimiz, biz butun boshli yurtni kerak bo'lsa boshqarib turishgacha ham kuchimiz, aqlimiz yetadi. Bitta oilani chatga qilib boshqarishimiz kerak. Qiynalib turgan ayollarga ham aytaman, hammasi orqada qoladi, hali yorug' kunlar keladi. O'sha ayollar ham bir kun eslaydi o'shani. Qorong'u kunlar abadiy emas. Bir kun yorug' kun keladi. yorug' kuningiz ko'p bo'lsin. Rahmat sizga. Chaqirganingiz uchun rahmat, xursand bo'ldim. Rahmat. qolar uchrasin. Ketsa yor ketibdi-da, boshdan omad ketmasin. Bu bevafo dunyoda hech kimga zor etmasin. Ketsa yor ketibdi-da, boshdan omad ketmasin. Bu bevafo dunyoda hech kimga zor etmasin. Bu bevafo dunyoda hech kimga zor etmasin. Uzoq yo'l bosib keldingiz. Shu ahamiyat bermang. Buni hali montaj qilasizmi? Gaplashganlarimizda. Mana shunaqa joylarni olib tashladigan joy. Primoy efir emas. Komila, yoshingiz nechida o'zi? Ayol kishidan yosh so'ralmaydi. Men o'zim 18 yosh qilib deb o'ylayman. Ha, yo'q, endi o'zim Shu joyingizni tashlang lekin. Joyingizni tashlang. Shu meni pultim ekan.
qanaqa bu savolga hozir qanaqa berishim bilmayman. Bu tomoshabinlar uchun masalan mavhum bo'ladi-da endi. Mayli bo'lishi kerak. O'sha ish yo'nalishingga bog'lab keta qoling. Siz oilani Yo'q, qarab yo'q, chuqurlashib men ketdingiz. boshqacha savol bermoqchi. Yo'q, bu bir-biriga chambarchas bog'liq-da. Agar shu darslik bo'lmaganda, hozir turmushingiz normal holatda deylik. Shu uydan chiqib ketmaganingizda siz hozir shu narsaga erishgan bo'larmisiz? Yo'q. Men o'sha qaysidir qishloqda ro'mol o'rab ovqat qilib o'tirgan ayol bo'lardim. O'sha voqealar bo'lmaganda oddiy bir qishloqda ayol bo'lardim. Chunki kelin bo'lib tushgan joyim ancha qishloq joy. Qayer u? O'zimizda Zarbdorda chekkaroq hududi, yerda gaz yo'q. Takka ochiq ovqat qilasiz. Zo'r ko'cha, shundan qaytinga chiqadi. Ha, sizdan chiqayotgan hidni aytmaysiz. Zo'r. Zo'r. Menga yoqadi. Mana bir qo'liga intilib, kim taqsiz o'sha xatdan qo'ysam bo'lmaydi deb shuni ovqati deydi. chidab yashasin demayman, nima deyman? O'zi ham to'g'ri. Chidab yashasin demayman-ku, ayollarimizga aytadiganimiz, mayli men ham zo'r emasman. Zo'r, har kuni qozonda go'sht qaynamas, lekin o'shalar bilan bo'lishim kerak. Chunki o'sha men boshimdan o'sha kun o'tdi-ku. O'shanda ikkita nonga zor bo'lganman. Kimdir ikkita non bersa, olib yeyishga tayyor edim o'shanda. Kimdir endi hozir bilaman o'shanaqa ahvolda bo'lsa, men bilmay qolmay. Boricha elektromobil turadi. Shu bir mahallaga ehson yig'ayapmiz, berasizmi siz ham desa, ha, ehson qo'shib turish kerak, haqiqatan ham deb $100 chiqardi. Ana u $100 u uchun pul emas. $100 ga nima qildik biz? 15 qop 25 kilolik uni oldik-da, mahallaga tarqatdik. Rahmat o'sha odamga ham. Men ham sumkalarimni tarqatdim. Ana uni bir damas produksiya qilib oldik uni puliga $100 ga. O'sha tarqatdik, o'sha bir oylab yegan oilalar.